Assalomu alaykum azizlar, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Men ancha yillardan beri rus metodikasidagi asos andoza bilan ishlab kelaman va o'quvchilarimga ham ushbu usulda o'rgatib kelyapman. Ammo o'quv jarayonida ular uchun ba'zi bir qiyinchiliklar paydo bo'layotganini kuzatdim. Shu sababli shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda formulalarini ancha soddalashtirdim, tushunarliroq va qisqa shaklga keltirdim. Vaqt o'tishi bilan ushbu usulni yanada takomillashtirib, andoza qurish jarayonini ancha sodda va oson qilishga erishdim. Shuningdek, Allohning izni bilan balansni hisoblash uchun ham o'zimning amaliyotimdan kelib chiqqan holda alohida formulani shakllantirdim. Bu usullar boshqa manbalardan ko'chirilmagan, hammasi shaxsiy tajribam va amaliy ish jarayonida shakllanib kelgan. Natijada asos andozani o'rganish endi ancha sodda, tushunarli va har bir o'quvchi uchun oson shaklga keldi. Bugun ushbu asos andozamni sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Hozir esa asos andoza chizish uchun zarur o'lchamlarni olishni o'rganamiz. Asos andoza chizish uchun bizga 9 ta o'lchamlar kerak bo'ladi. Bular: bo'yin aylanasi, ko'krak aylanasi, bel aylanasi, bo'ksa aylanasi, ko'krak balandligi, ko'krak markazi, yelka kengligi, orqa belgacha uzunlik va oldi belgacha uzunlik. Bizning metodimizda oldi kenglik va orqa kenglikni o'lchashni hojati yo'q. Bularni sistemani o'zi chiqazib beradi. Standart razmerlarda hattoki oldi belgacha uzunlikni ham o'lchashga hojat yo'q. Oldi belgacha uzunlikni ham sistemani o'zi topib beradi. Lekin kekkaygan va bukchaygan figuralar uchun asos andoza chizmoqchi bo'lsangiz, oldi belgacha uzunlikni ham o'lchab olishingiz kerak. Bo'yin aylanasini o'lchash uchun santimetrni insonni bo'ynidan aylantirib o'tkazib o'lchab ko'ramiz. Ichkarida bitta yoki ikkita barmog'imiz tursa bo'ldi. Manekenda 34 cm. Ko'krak aylanasini o'lchaganda ham ko'krakning eng baland nuqtasidan santimetrni aylantirib o'tkazib o'lchab ko'ramiz. Ichkarida bitta yoki ikkita barmoqimiz tursa bo'ldi. Manekenni ko'kragi 82 cm. Bel aylanasini o'lchashdan oldin beliga rezina bog'lab olishimiz shart. Eng oldin bel sohasini qayerda ekanligini aniqlab olamiz. Buning uchun har kimni o'zini tirsagini gavdasiga teksak, tirsak to'g'ri kelgan joy bel hisoblanadi. Avval tirsagini gavdasiga qo'yamiz va belni aniqlab olamiz. Undan keyin belga rezina bog'laymiz va bel aylanasini rezinaning ustidan o'lchab olamiz. O'lchab olganda kenglik haqqiga qo'shmasdan to'chni razmer olishimiz kerak. Manekenda bel aylanasi 60 cm. Bo'ksa aylanasini o'lchaganda ham bo'ksaning eng baland nuqtasidan, ya'ni eng bo'rtib chiqqan sohasidan o'lchab olishimiz kerak. Agar ba'zi bir odamlarda qorin bo'ladigan bo'lsa, lineyka qo'yib qorin razmerini ham o'lchashadi, lekin eng oson usuli bo'ksani eng baland nuqtasidan santimetrni o'tkazamiz va qorin hisobiga 2-3 cm qo'shib o'lchaymiz. Manekenda to'chini razmeri olsam, bo'ksa aylanasi 82 cm, qorinni ham hisobini oladigan bo'lsam, mabodo qorni bor bo'ladigan bo'lganda 84-85 qilib o'lchab olsam, qorinni hisobini qo'shib o'lchagan bo'ladi. Ko'krak balandligini o'lchab olishimiz kerak. Santimetrni yelkaga qo'yib, ko'krakni uchigacha o'lchab ko'ramiz. Manekenda 23 cm. Ko'krak markazi, ikkita ko'krakni oralig'ini o'lchab ko'ramiz. Manekenda 16 cm. Yelka kengligi, santimetrni yelkaga qo'yib, qo'l boshlangan joygacha o'lchab ko'ramiz. Manekenda 11 cm. Endi eng muhim o'lchovlardan biri orqa belgacha uzunlik va oldi belgacha uzunlik. O'quvchilarim eng ko'p xato qiladigan o'lchov ham aynan orqa belgacha uzunlik va oldi belgacha uzunlik. Belgacha uzunliklarni noto'g'ri o'lchasangiz balans buziladi. Balans buzilsa, tikkan ko'ylagingiz qomatga yaxshi o'tirmaydi. Orqa belgacha uzunlikni o'lchaganda yelkadan emas, 7-umurtqa pog'onasidan o'lchashimiz kerak bo'ladi. Ushlab ko'rganda ham 7-umurtqa pog'onasi bilinadi. Mana shunday santimetrni qo'yib, rezinagacha o'lchab ko'ramiz. Aynan mana shu joydan o'lchaymiz. Manekenda 34 cm. Oldi belgacha uzunlikni ham o'lchab ko'ramiz. Oldi belgacha uzunlikni o'lchaganda yelkadan boshlab
lentani ko'krakni ustidan o'tkazib rezinagacha o'lchab ko'ramiz. Manikenda 38 santimetr. Santimetrni ko'krakni ustidan o'tkazib o'lchaganda mana shunaqa taqab o'lchamaymiz. Taqab o'lchasak ko'p chiqib ketadi. Hozir 40 chiqib ketadi menda. Taqamasdan ko'krakni ustidan erkin holatda o'tkazib o'lchab ko'ramiz. 38 santimetr chiqdi. Endi e'tibor berasizlar, hozir balans nimaligini tushuntirib bermoqchiman. Ayol gavdasida oldi tarafda ko'kraklari oldiga bo'rtib chiqqan bo'ladi. Shuni hisobiga bel uzunliklarini orqadan va oldidan o'lchaganda ikki xilda chiqadi. Masalan, hozir manikenda orqa belgacha uzunlik 34, oldi belgacha uzunlik 38 chiqdi. Bu ko'krakni hisobiga oldi belgacha uzunlik 4 santimetrga ko'proq chiqdi. Asos andoza chizganda mana shu balansga e'tibor bermasdan orqani ham, oldini ham, bo'yin chizig'ini bitta joylab chizib qo'yadigan bo'lsak, tikan ko'ylagimiz orqaga ketib qoladi. Balansni topish uchun kichkina va standart razmerlarda oldi belgacha uzunlikdan orqa belgacha uzunlikni ayirib hisoblasak to'g'ri chiqadi, lekin nostandart, qorni bor, katta razmerlarda bitta muammo bo'lardi. Ularda oldi belgacha uzunlik ancha uzun chiqardi. Masalan, orqa belgacha uzunlik 40, oldi belgacha uzunlik hatto 48, 50 ham chiqib ketardi. Chunki ko'kraklari katta, figurada qorin bor, ba'zilar kekkayib yuradi. Shuni hisobiga ancha uzun chiqardi. Lekin asos andozasini chizganda biz bo'yin chizig'idan 8 yoki 10 santimetr tepaga ko'tarib chiza olmaymiz. Agar bunaqa qilib andoza chizib bichib tikadigan bo'lsak, kiyimni oldi yig'ilib qoladi, uzun keladi. Men tajribamdan kelib chiqib, amaliy jihatdan qaysi razmerga qancha balans bersa to'g'ri bo'lishini bilardim. Lekin shuni bir mavjud formulasini topolmay yurgandim. Internetda bor materiallardan foydalandim. Mavjud formulalarni sinab ko'rdim, lekin aynan men ishlaydigan metodga to'g'ri kelmadi. Lekin hozir Allohning izni bilan shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda bitta formulani topdim. Bu formula standart razmerlarda katta razmer bo'lsa ham, kichik razmer bo'lsa ham точный chiqazib beradi. Qancha razmerga qancha balans qo'yish kerakligini. Lekin kekkaygan va bukchaygan qomatlarga to'g'ri kelmaydi. Kekkaygan va bukchaygan qomatlarga asos andozani o'zi boshqacharoq usulda chiziladi. Hozir meni chizib ko'rsatmoqchi bo'lganim standart figuralar uchun asos andoza, kekkaygan va bukchaygan figuralarga ham asos andoza chizishni o'rganishni xohlasangiz, malaka oshirish kursimga obuna bo'lib, malaka oshirish kursimda o'rgansangiz bo'ladi. Demak, endi asos andozamizni chizishni boshlaymiz. Mana manikenda o'lchab ko'rsatganimday qilib 50-razmer uchun zarur 9 ta o'lchamni yozib oldim. Bizda mana bo'yin aylana 38 santimetr, uni yarmisini yozamiz. 19 santimetr bo'ladi. Ko'krak aylana 100 santimetr, uni yarmisini yozamiz. 50 santimetr bo'ladi. Bel aylana 84 santimetr, yarmisi 42 santimetr bo'ladi. Bo'ksa aylanasi 110 santimetr, uni yarmisi 55 santimetr bo'ladi. Ko'krak markazi bizda 20 santimetr, uni ham yarmisini yozib qo'yamiz, 10 santimetr. Ko'krak balandligi 27, yelka kengligi 12 santimetr. Orqa belgacha uzunlik bizda 40 santimetr, oldi belgacha uzunlik 46 santimetr. Ikkalasini farqi 6 santimetrga teng. Endi bu точный qilib o'lchab olingan razmerlar. Endi bizga kiyimni ichida erkin harakat qilish uchun harakat haqqi, ya'ni kenglik haqqini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Mana shu qizil bilan yozib qo'yganim kenglik haqqi hisoblanadi. Bular ko'krak aylanaga, bel aylanaga va bo'ksa aylanaga. Mana shu uchala o'lchamga kenglik haqqi qo'shiladi. Kenglik haqqi bu pribavka ham deb aytiladi. Demak, men ko'krak aylanaga 4 santimetr pribavka qo'shdim. Ya'ni ko'krak aylanani yarmisiga qo'shiladi. Bel aylanani yarmisiga 2 santimetr pribavka qo'shdim. Bo'ksa aylanani yarmisiga 3 santimetr pribavka qo'shdim. Bu qo'shilgan pribavkalar o'zgarishi mumkin. To'qima matolarda, cho'zilmaydigan matolarda ko'krakka 4, belga 2, bo'ksaga 3 qo'shsangiz, o'zi yarim yopishgan andoza kelib chiqadi.
Keng ham emas, tor ham emas. Yarim yopishgan andoza. Agar siz yopishgan andoza chizmoqchi bo'lsangiz, trikotaj matolardan, cho'ziluvchan matolardan kiyim tikmoqchi bo'lsangiz, unda bu kengliklarni kamaytirasiz. Masalan, 4 o'rniga 2, 1 qo'shsangiz ham bo'ladi. Belga ham 1, bo'ksaga ham 1-2 sm qo'shsa ham bo'ladi. Bu mato turidan va razmerdan kelib chiqib, kenglik haqqi o'zgaradi. Demak, men mana qo'shib hisoblab oldim. Yarim ko'krak aylanaga 4 ni qo'shdim, menda 54 bo'ldi. Yarim bel aylanaga 2 ni qo'shdim, 44 bo'ldi. Yarim bo'ksa aylanaga 3 ni qo'shdim, menda 58 sm bo'ldi. Faqat mana shu 3 ta o'lchamga kenglik haqqi qo'shiladi. Mana demak, 9 ta razmer tayyor. Endi bizga o'lchab olingan razmerlardan tashqari formula orqali topiladigan yana 5 ta razmer kerak bo'ladi. Asos andoza chizishimiz uchun. Bular proyma chuqurligi, orqa kenglik, oldi kenglik, bo'yin o'yindi va balans formulasi kerak bo'ladi. Bularni hammasini men formula orqali hisoblab mana yozib chiqdim. Formulasi juda ham oddiy. Eng oson 5 tagina formula. Hozir tushuntirib beraman. Proyma chuqurligini topish formulasi. Proyma chuqurligini odamdan o'lchab olsa ham bo'ladi, lekin buni o'lchash hatto tajribali tikuvchilarga ham qiyinchilik tug'diradi. Rasmdagiday qilib, mana shu holatda odamdan o'lchab olsa bo'ladi. Lekin agar formula bilan hisoblab topsangiz, to'chni razmer chiqadi, adashmaysiz. Formulasi mana shunday. To'liq ko'krak aylanani, ya'ni 100, menda ko'krak aylanam 100, to'liq ko'krak aylanani 10 ga bo'lib 10,5 sm qo'shamiz. Menda 20,5 sm chiqdi. Orqa kenglik, oldi kenglikni ham odamdan o'lchab olsa ham bo'ladi, lekin bunda ham yangi o'rganuvchilar ko'proq xatoga yo'l qo'yishadi. To'g'ri o'lchov olmay, xato o'lchab qo'yishlar ehtimoli katta. Shuning uchun bularni ham formula bilan hisoblab topsak, yarim santimetrga ham yanglishmaysiz. 100% ga to'g'ri natija chiqazib beradi. Bular formulasi mana oddiygina formula. Yarim ko'krak aylanaga pribavkani qo'shib olamiz. Mana menda mana yarim ko'krak aylanaga 4 sm qo'shilgan, 54 sm bo'lgan. Sizlarda ham yarim ko'krak aylana nechi bo'lsa, unga qancha kenglik haqqini qo'shsangiz, mana shu natija chiqadi-ku. Aynan mana shu natijani, mana 54 chiqdi menda, mana 4 ga bo'lib 6 sm qo'shamiz. 19,5 chiqdi. Menda orqa kenglik kelib chiqadi. Mana shu yarim ko'krak aylanaga pribavka qo'shganimiz qancha chiqsa, unga 4 ga bo'lib 6 sm qo'shasiz. Mana bunisi formula hisoblanadi. Natija menda 19,5. Oldi kenglik ham shunday topiladi. Yarim ko'krak aylana plus pribavka menda 54. Uni 2 ga bo'lib 5 sm ayirsak, oldi kenglik formulasi kelib chiqadi. Endi bo'yin aylana. Bo'yin aylanani topish uchun yarim bo'yin aylanani mana menda yarim bo'yin aylana 19 sm chiqqan. Yarim bo'yin aylanani 3 ga bo'lib yarim sm qo'shsak, bo'yin o'yindi formulasi kelib chiqadi. Endi va nihoyat balans. Balans nimaligini to'liqroq qilib, asos andoza chizish davomida tushuntirib beraman. Chizish davomida tushuntirsam yaxshiroq tushunib qabul qilib olasizlar. Demak, balans formulasi mana shunday. Yarim ko'krak aylana nechi bo'lsa, shu sonni yozib olamiz, kenglik haqqi qo'shmasdan turib. Menda yarim ko'krak aylana 50 chiqdi. 10 ga bo'lamiz xolos. Yarim ko'krak aylana nechi bo'lsa, 10 ga bo'lamiz. Menda 5 sm balans chiqib keldi. Osongina formula. Mana shu 5 ta formulani yodlab olsangiz, asos andoza chizishga umuman qiynalmaysiz. Demak, formula orqali chiqqan sonlarni razmer qog'ozimni pastiga ham yozib oldim. Asos andoza chizishda mana shunday o'lcham olib tayyorlab qo'ysangiz zarur razmerlarni, bir qarashda chizib ketaverasiz, umuman qiynalmaysiz. Demak, bu ikkisi tayyor. Endi bizga yana bitta jadval kerak bo'ladi. Bu asos andozadagi ko'krak vechkani oralig'ini hisoblash kerak bo'ladi. Buni odamdan o'lchasa ham bo'ladi, lekin bu ham biroz qiyinchilik tug'diradi yangi o'rganuvchilarga. Shuning uchun mana shunday jadvaldan foydalansak bo'ladi. Bu jadvaldan men ancha yillardan foydalanib kelaman. Umuman xato chiqmagan.
ko'krak vichkani oralig'ini mana shunday hisoblasa bo'ladi. Ko'krak vichkani oralig'i o'zi ko'krakni razmeridan kelib chiqadi. Ko'krak qancha katta bo'lsa, vichka orasi ham shuncha katta bo'ladi. Demak, tushuntiraman. Agar ko'krak aylana 80 cm bo'lsa, vichka oralig'i 6,5 cm bo'ladi. Ko'krak aylana 82 cm bo'lsa, vichka oralig'i 6 cm 7 mm bo'ladi. Ko'krak aylana 84 bo'lsa, vichka oralig'i 6,9 bo'ladi. Shu tarzda hisoblab ketaveramiz. Mana to 136 cm gacha yozilgan. Agar ko'krak aylana 136 bo'lsa, vichka oralig'i 16 bo'ladi. Lekin bundan ham katta bo'lishi mumkin. Razmer 70-razmergacha boradi. Ya'ni 138, 140 bo'lsa ham siz 16 cm vichka qo'yasiz. Undan katta bo'lmasligi kerak. 16 dan ko'p bo'lib ketmasligi kerak. Lekin bizda shunaqa qomatlar ham uchraydi, hatto 70-razmerdan ham katta bo'lib ketgan bo'ladi razmeri. Demak, ko'krak aylana 140 dan ham oshib ketgan bo'ladi. Agar shunaqa bo'lsa, baribir vichka uchun 16 cm ko'krak vichka qo'yasiz. Hozir mana shu jadvalni mana shu holatda screenshot qilib olsangiz, keyinchalik bu jadvaldan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu ham точный chiqaz beradi ko'krak vichka haqqini. Mana formulalarni, jadvalni, razmerlarni tushuntirib o'tdim. Endi esa asos andozamizni chizishni boshlaymiz. Andozamizni chizishni boshlaymiz. Andoza qog'ozimizning tepasidan 7 cm tashlab ketib belgilab olamiz. 7 cm yetadi. Va to'g'ri chiziq chizib olaman. Pastga ham to'g'ri chiziq chizib olamiz. Chizgan chizig'imizga eng oldin orqa belgacha uzunlikni belgilab olamiz. Orqa belgacha uzunlikni o'lchab olganman. Menda 40 cm. 40 cm ni belgilab olamiz. Belgacha uzunlik topildi. Endi bo'ksagacha uzunlikni topishimiz kerak. Bo'ksagacha uzunlikni topish uchun mana shu oraliqni 2 ga bo'lib hisoblasak bo'ladi. Ya'ni belgacha uzunlikni 2 ga bo'lamiz. Menda 40 ni 2 ga bo'lsam 20 bo'ladi. Demak, bel chizig'idan 20 cm pastga tushib, bo'ksa chizig'ini chizib olaman. Chiziqlarimizni bu tarafga chizib olamiz. Mana bo'yin chizig'i, bel chizig'i, bo'ksa chizig'i topildi. Endi bizga proyma chuqurligi kerak bo'ladi. Proyma chuqurligini formula orqali topganman. Menda 25. Bo'yin chizig'idan pastga 25 cm pastga tushamiz. 20,5. Proyma chuqurligini ham bu tarafga chizib olamiz. Bu liniya grudi, ko'krak chizig'i ham deb ataladi. Endi andoza setkamizni bu tarafiga razmer qo'yiladi. Bo'yin chizig'i, proyma chizig'i, bel chizig'i, bo'ksa chizig'i hammasiga faqat razmer qo'yib chiziladi. Razmer bizda ko'krak aylana yarmisi qo'shuv pribavka. Demak, menda 54. 54 ni belgilab chiqaman. Bu tarafidan belgilaymiz va bu tarafidan ham 54 ni belgilab olamiz. Endi chiziqlarimizni tutashtirib chizib olamiz. Mana korobkasini chizib oldim. Endi proyma chizig'iga orqa kenglik va oldi kengligimizni joylashtirib chiqamiz. Orqa kenglikni formula bilan topdik. 19,5 cm. 19,5 ni belgilayman. Mana tepaga chizib qo'yaman. Bu proyma chizig'i. Qog'ozni bu tarafiga oldi kenglikni belgilaymiz. Oldi kenglik menda 22 cm. Belgilaymiz.
Ni ham tepaga chizib qo'yamiz. Orqa kenglik, oldi kenglik, o'rtadagi proyma kengligi hisoblanadi. Mana shu oraliqqa qo'ltiq o'yindini chizamiz. Proyma kengligi. Proyma kengligini o'rtasini topamiz. O'lchab ko'ramiz. 12,5 sm. O'rtasidan belgilaymiz. 6 sm dan belgilab, pastga o'rta chiziqni chizamiz. Bu chizig'imiz andozamizni orqa va oldi bo'lagiga ajratib turadi. Yana orqasidan boshlaymiz. Bo'yin o'yindini belgilab olamiz. Bo'yin o'yindi formula orqali topildi 608. Demak, yon tarafga 6 sm 8 mm belgilab olamiz. Yon tarafga qancha ochilishini topdik. Endi bo'yin o'yindisini chizishimiz kerak. Bo'yin o'yindini chizganda pastga chizmaymiz. Bo'yin chizig'idan tepaga ko'tarib chizamiz. Qancha tepaga ko'taramiz? Buni topish uchun mana shu oraliqni 3 ga bo'lib hisoblaymiz. Menda 608 3 ga bo'lsam 2 sm 2 mm bo'ladi menda. Demak 2 yu 2. 2 sm qilsak ham bo'ladi mana. 2 sm ni tepaga chiqdim va bo'yin o'yindini shaklini chizib qo'yaman. Endi yelka kengligini joylashtirib olamiz. Yelka kengligi menda 12 sm. Bo'yin o'yindidan bu tarafga 12 sm ni belgilaymiz. Mana bu joyga keladi. Unga yana men kurak vichka haqqini qo'shaman. Kurak vichkamizning orasi 2 sm bo'ladi. Kichkina razmerlarda 1,5, standart razmerlarda 2 sm, katta razmerlarda 2,5 sm bo'lsa bo'ladi. Belgilab oldim. Mana. Demak, menda yelkasi vichka haqqi bilan 14 sm ga keldi. Endi mana shu bo'yin chizig'idan hamma razmerlarda 1,5 sm pastga tushib belgi qo'yamiz. Mana 1,5 sm pastga tushdim va yelka kengligini qiyalatib chizib olaman. Endi yelkaga kurak vichkani chizib olishim kerak. Buning uchun bo'yin o'yindidan 4 sm siljitib belgi qo'yamiz. Mana 4 sm. Vichkani uzunligi 7-8 sm bo'lsa bo'ladi. Katta razmerlarda 8 sm, standart razmerlarda 7 sm. Mana 7 sm ni belgilab olaman. Oralig'ini 2 sm qildik. Belgilab olaman 2 sm. Endi pastga 7 sm qilib vichkani shaklini chizamiz. Bu kurak vichkasi tikilganida bir-biriga yetmay qolmasligi uchun har ikkala uchidan 0,5 sm tepaga chiqamiz. 0,5 sm va mana shu holatda chizib qo'yamiz. Tikilganida yetmay qolmasligi uchun. Yelkasini boshqatdan chizib qo'ydik. Endi qo'ltiq o'yindini shaklini chizamiz. Buning uchun mana shu proyma chizig'ini 3 ga bo'lib olamiz. Menda proyma chizig'i 20,5 edi. 3 ga bo'lamiz. 6,5 dan to'g'ri kelar ekan, 6,5 ni belgilayman. 6,5. Endi qo'ltiq o'yinini shaklini chizib olishim kerak. Agar lekalniy lineyka bo'lsa, qo'ltiq o'yindini chizish oson. Hozir men hamma razmerlar uchun mana shu o'rta chiziqdan 1 sm ni pastga tushishim kerak. Hamma razmerlar uchun qo'ltiq o'yindini proyma chizig'idan 1 sm pastga tushirib chizamiz. Lekalniy lineyka bilan chizish oson, lekin qo'lda chizsa ham bo'ladi. Buning uchun mana shu burchakdan 3 sm chiqib belgi qo'yamiz. Mana bisektoriya qilamiz. Endi yelkasidan boshlab mana bu nuqta bilan bularni birlashtirib qo'ltiq o'yindi shaklini chizishimiz kerak. Mana shu nuqtaga tegib o'tishi shart emas. 0,5 santimetrcha siljisa ham xato bo'lmaydi. Mana shu nuqta bilan ham birlashtirib 3 mm 0,5 santimetr siljisa ham ziyoni yo'q. Muhimi proyma shaklini chiroyli chizish kerak. Mana shu holatda chizib olsak bo'ladi. Endi
Yaxshisi men lekalniy lineyka bilan proyma shaklini chiqazib olaman. Chiroyli bo'lib chizildi. Orqa andozada bo'yin o'yindi, kurak vichka, qo'tiq o'yinini chiqazib oldim. Endi old andozada ham chizib olishimiz kerak bo'ladi. Endi oldini chizish uchun biz tepaga balans berishimiz kerak bo'ladi. Tikilgan kiyim orqaga ketmasligi uchun. Balansni ham formula bilan topdik. Menda 5 sm chiqdi. 5 sm tepaga chiqaman bo'yin chizig'idan. Endi yon tarafga bo'yin o'yindini qo'yishimiz kerak. Menda 608 edi. 608 ni belgilayman. Pastga 1 sm qo'shib o'ramiz. 608 ga 1 ni qo'shaman, 708. Oldi tarafida bo'yin o'yindini chizib olamiz. Har doim andoza chizganda bo'yni kichkina qilib, bo'yinni quchib turadigan qilib chiziladi. Keyinchalik uni har xil fasonlarga, har xil yoqa turiga modellashtirib olish uchun. Endi ko'krak vichkasini chizishimiz kerak. Ko'krak vichkasini chizish uchun bo'yin o'yindidan yana 4 sm yuramiz bu tarafga va 1 sm pastga tushamiz. 4 sm bu tarafga belgilagan joyimizdan 1 sm pastga tushib biroz qiya chiziq chizamiz. Endi ko'krak balandligini belgilab olamiz. Ko'krak balandligi menda 27 sm. Bo'yin o'yindidan boshlab 27 sm ni belgilab olamiz. Mana shu joyga keladi 27 sm. Belgilab olgan joyimizga ko'krak markazini yarmisini qo'yamiz. Menda ko'krak markazini yarmisi 10 sm, ya'ni ko'krak oralig'i 10 sm. Mana shu joyga keladi, belgilab oldim. Endi mana shu ikkita nuqtani tutashtirib chizamiz. Bu vichkani bir tarafi bo'ladi. Endi ko'krak vichkasini chizishim kerak. Ko'krak vichkasini oralig'ini jadvalga qaraymiz. Menda ko'krak aylana 100, ko'krak vichka oralig'i 9.6 bo'lishi kerak ekan. Ya'ni 9,5 sm bo'lishi kerak. Santimetr lentani qiyalatgan holda 9,5 ni belgilab olaman. Mana shu joyga keladi. Mana 9,5. Endi mana shu oraliq qancha bo'lsa, hozir menda 26. Mana shu nuqtaga ham santimetrni 26 qilib belgilab olaman. Mana bu yerga keladi. 26. Vichkani mana shu ikkita chizig'i bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Bu yopilganida bir-biriga mos kelishi kerak. Mana vichkani orasini chizib oldim. Endi yelkasini davom ettirib chizamiz. Buning uchun mana shu ikkita nuqtani birlashtirib yordamchi chiziq chizib turamiz. Proymani 3 ga bo'lib olganman-ku. Birlashtirib yordamchi chiziq chizib oldim. Oldiga ham 3 ga bo'lib olamiz proyma chizig'ini. Endi yelka kengligini qo'yishimiz kerak. Bu tarafiga 4 sm qo'yildi. Mana bu tarafiga 4 sm ketdi. Endi 12 edi yelkasi menda. 4 sm ni chiqarib tashlab 12 ni belgilayman. Belgilagan joyimdan yana 2 sm pastga tushaman. 2 sm hamma razmerlarda va yelkasini qiyalatib chizib olamiz. Oldi yelkasini chizib oldim. Ko'rinarli bo'lishi uchun marker bilan chizib qo'yaman.
Endi oldida ham qo'ltiq o'yinda, ya'ni proymani chizishimiz kerak. Lekalniy lineyka bilan juda ham oson chiziladi. Agar lineyka bo'lmasa, qo'lda chizsa ham bo'ladi. Buning uchun mana shu ikkita nuqtani birlashtirib yordamchi chiziq chizib turamiz. Chiziqni o'lchab ko'ramiz. 10,5 sm menda va o'rtasini belgilaymiz. 5 sm. Belgilagan joyimizdan 0,5 sm ichkariga kirib nuqta qo'yamiz. Va mana shu nuqtalarni birlashtirib proyma shaklini chizamiz. Mana oldi proymasini ham chizib oldim. Endi bel vichkalarini chizishimiz kerak. Orqada bizni belimiz chuqurroq kirgan bo'ladi. Shuning uchun orqasiga o'rta chiziqqa bel chizig'iga 1 santimetrlik vichka qo'yib olamiz. Endi mana shu nuqtani bo'yin chizig'i bilan tutashtirib chizamiz. Pastga bo'ksa chizig'i bilan birlashtiramiz. Kiyimni orqa tarafida bel sohasi chiroyli bo'lishi uchun 1 santimetrlik vichka chizdik. Endi andozamizga orqa va oldiga bel vichkalarini qo'yishimiz kerak. Men setka chizganimda bel chizig'iga ham ko'krak aylanani razmerini qo'yib chizdim. Bizda ko'kragimiz kattaroq, belimiz ingichkaroq bo'ladi. Bel chizig'ini chizganimda esa men ikkalasini bir xilda qilib chizganman. Belni o'zini razmeriga olib kelish uchun men vichkalardan foydalanaman. Vichkalar tikilgan paytida belimiz ingichkalashib o'zini razmeriga keladi. Buning uchun vichkalar qancha bo'lishini topish uchun ko'krak aylanadan bel aylanani ayiramiz. Ko'krak aylana menda kenglik haqqini qo'shib hisoblaganda 54. Bel aylanasi 44. Demak, menda 10 sm ortiqchasi bor hozir. Ko'krak aylanadan bel aylanasini ayirib hisoblaymiz. Menda 10 sm chiqdi, har kimda har xil chiqadi. Qorni borlarda kam chiqishi ham mumkin. 4-5 sm ham chiqishi mumkin. Menda 10 sm, 10 sm-ni 1 sm-sini orqa belga o'rta chiziqqa berdim. Demak, menda 9 sm qoldi. O'sha qolgan 9 sm-ni orqa, oldi va yon vichkalarga bo'lib berishim kerak. Demak, qolgan sonni, ya'ni 9 sm-ni yarmisini men yon tarafga beraman. 4,5 sm-ni yon vichkaga beraman. 4,5 qo'yishim kerak. O'rta chiziqdan 4,5 sm-ni belgilayman. Demak, 2,25 bu tarafga, 2,25 bu tarafga bo'lsa, общий 4,5 sm bo'ladi. 2,25 belgilaymiz. Bu tarafga 2,25. Endi yon vichkaning shaklini chizib olamiz. Pastga davom etmay turaman. Endi orqa va oldi vichkalarni shaklini chizib olamiz. 4,5 yon vichka ketdi. Endi menda yana 4,5 sm ortiqchasi qoldi. O'sha 4,5 ni orqa va oldiga bo'lib beraman. Oldi vichka har doim orqa vichkadan kichikroq bo'ladi. Chunki oldida qorin bor. Demak, men 2,5 sm ni orqa vichkaga, 2 sm ni oldi vichkaga qo'ysam bo'ladi. Buning uchun ko'krak uchidan boshlab to'g'ri chiziq chizib olamiz. Oldi vichkani chizish uchun.
to'g'ri chiziq chizib turaman, yordamchi chiziq. Ko'krak uchidan 2 sm pastga tushib belgilayman. 2 sm pastga tushamiz. Vichka oralig'ini men oldida 2 sm qoldi menda. Demak, chizgan chizig'imdan 1 sm bu tarafga, 1 sm bu tarafga belgilaymiz. Va bo'ksadan oldi tarafida 3 sm ko'tarib belgilaymiz. Tepasida ko'krakning uchidan 2 sm pastga tushdim va pastki qismida vichkani bo'ksadan 3 sm tepaga ko'tardim. Hamma razmerlarda shunaqa. Endi belgilab olgan nuqtalarimni birlashtirib vichka shaklini, ya'ni bel vichkasining shaklini chizib olaman. Oralig'i 2 sm bo'ldi. Endi orqasiga ham bel vichkasini chizishim kerak. Buning uchun mana shu masofani o'lchab teng yarmini belgilaymiz. Menda hozir 22 chiqdi. Yarmisini belgilaymiz, o'rtasini 11 ni belgilayman. Belgilagan joyimga 2,5 sm vichka qo'yishim kerak. Demak, 1,25 bu tarafga, 1,25 bu tarafga bo'lsa 2,5 sm bel vichkasining masofasi bo'ladi, oralig'i bo'ladi. Endi yana to'g'ri chiziq chizamiz, yordamchi chiziq. Tepadan proyma chizig'idan 3 sm pastga tushamiz. Hamma razmerlarda. Bel vichkaning pastki qismini esa beldan 15 sm pastga tushib belgilaymiz. Hamma razmerlarda beldan 15 sm pastga tushaman. Belga qo'yaman. Endi vichkalarning shaklini chizib olaman. Orasi 2,5 sm bo'ldi. Mana menda oldida ham, orqada ham bel vichkalarining shaklini chizib oldim. Agar figurada qorin bor bo'lsa, katta razmerlarda ayniqsa kam chiqishi mumkin vichkaga. Ba'zi odamlarda qorin ko'krakdan ham katta bo'lib ketishi mumkin. Ba'zan ikkalasi teng bo'lishi ham mumkin. Ba'zan 2-3 sm, 4-5 sm qisqa kichkina bo'lishi ham mumkin. Agar qorin ko'krakdan katta bo'lsa, umuman vichka qo'yilmaydi. Yon tarafga ham, orqa oldiga ham umuman vichka qo'yilmaydi. Andozani setkasini chizgan paytda ko'krakning o'rniga ham belni razmerini qo'yib chizamiz. Ko'kragi biroz kengayadi, buni ziyoni yo'q. Agar mana shu 1 sm vichkani qo'yib bo'lganingizdan keyin sizda 6 sm chiqib qolsa, yonga 2 sm, oldiga 2 sm, orqaga 2 sm vichka qo'yasiz. Agar 6 dan kam chiqsa, mana shu 1 sm vichkani qo'yib bo'lganingizdan keyin 6 dan kam chiqsa, 5 chiqsa ham oldiga vichka qo'ymaymiz. Chunki figurada qorin bor degani, qorin bor figuraga oldiga vichka qo'ysak, qorinni yana ham bo'rttirib, xunuk qilib ko'rsatadi. Shuning uchun agar 5 chiqsa, yonga 3, orqaga 2 sm vichka beramiz. 5 dan kam chiqsa ham, masalan 4, 3 chiqsa ham yonga va orqaga vichka qo'yamiz. Ba'zan 2 sm ham chiqishi mumkin. Mana shu 1 sm ni qo'yib bo'lgandan keyin vichka haqqiga 2 sm qolsa, unda orqaga ham vichka qo'ymaymiz, faqat yon tarafga o'sha 2 sm ni qo'yamiz. Bel vichkalarini ham tushuntirib berdim. Endi bo'ksani ham belgilashimiz kerak. Menda ko'krak aylana 54, bo'ksa aylanasi 58 chiqqan. Ba'zan bo'ksamiz ko'krakdan katta bo'ladi, ba'zan ikkalasi teng bo'ladi, ba'zan bo'ksa ko'krakdan kichik bo'lishi ham mumkin. Masalan, ko'krak bilan bo'ksa teng bo'lib qolgan holatda yon vichkani o'rta chiziqqa olib kelib tutashtirib chizamiz. Mana shunday chizamiz. Chunki ikkalasining razmeri bir xilda teng bo'lsa, mabodo bo'ksa ko'krakdan kichik bo'lib qolsa, aytaylik 2 sm ga kichik bo'lib qoldi. O'sha
kichkina kelib turgan 2 santimetrni o'rta chiziqdan belgilaymiz. 1 santimetr bu tarafga, 1 santimetr bu tarafga belgilaymizda, endi yon vichkani mana shunday chizamiz. Menda ortiqcha 2 santimetr mana shu joyda qolib ketadi. Buni kesib olganda, buni qirqib olganimizda bo'ksa o'zini razmeriga keladi. Lekin menda hozir bo'ksa aylida ko'krak aynidan katta. Ko'krak 54, bo'ksa 58. 4 santimetrga katta. Bunaqa vaziyatda o'sha katta bo'lib kelgan sonni o'rta chiziqqa qo'yamiz. Menda 4 santimetr. Demak, o'rta chiziqdan 4 santimetrni joylashtirishim kerak. 2 santimetr bu tarafga, 2 santimetr bu tarafga qo'yaman. Endi andozamni orqasini oldiga o'tkazib chizaman, oldini orqasiga o'tkazib chizaman. Belgilab olgan joyim bor-ku, bel vichkasini mana shu chiziqqa tutashtiramiz. Lekalniy lineyka bor bo'lsa, lineyka bilan chizsak chiroyli chiqadi. Mana orqani oldi andozaga o'tkazib chizdim. Endi oldini orqa andozaga o'tkazib chizamiz. Lekalniy lineyka yo'q bo'lsa, qo'lda chizsa ham bo'ladi. Biroz avval shakl bersak chiroyli chiqadi. Mana menda yetmayotgan 4 santimetrni mana shu oralikqa joylashtirdim. Uni endi kesgan paytimda zigzag qilib kesaman. Andozamni mana shunday zigzag qilib kessam, meni qog'ozim har ikkalasini bo'ksasiga teng taqsimlanadi. Mana shu bilan asos andozamizni oson usulda chizib oldik. Bu andozamizda formulalar ancha soddalashdi. Orqa kenglik, oldi kengliklarni formulasini qo'yib oldik. Proyma kengligini sistemani o'zi chiqarib berdi. Men oldi belgacha bo'lgan uzunlikni ham o'lchaganim yo'q. Chunki buni ham sistemani o'zi chiqarib berdi. Hozir menda orqa belgacha uzunlik 40, oldi belgacha uzunlik 46 chiqdi-ku. Lekin men bo'yin chizig'idan 6 santimetr tepaga ko'tarib chiqsam, bu 50-razmer uchun ko'p bo'lib ketadi. Oldi uzun kelib qoladi. Shuning uchun men oldi belgacha uzunlikka ahamiyat berganim yo'qda, balansni formula bo'yicha hisoblab topdim. Bu formula standart razmerlar bo'lsa, katta razmer bo'lsa ham, kichkina razmer bo'lsa ham ishlaydi, lekin nostandart figuralarda boshqacha chiziladi. Ayniqsa bo'kshagan figuralarda oldi belgacha uzunlik bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Bu formuladan foydalanmaysiz. Lekin standart razmerlar bo'lsa, katta razmer bo'lsa, kichkina razmer bo'lsa, aynan mana shu formuladan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Asos andoza chizishni o'rgandik. Endi keyingi darsda yeng andozasini chizishni ham o'rganamiz. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.